Bugun 5 yillik tajribaga ega, 19 yoshda o'zining shaxsiy mashinasini olgan va 10 ta xodimga ega logistika kompaniyasi bor. Ben nickname'li logist, ya'ni Begzod aka oldilariga kelganmiz. Amerikansk kompaniya menejeri oyiga o'rtacha 80-100 ming ko'taradi menejeri bo'lib va o'zini eslatib o'tdi, rasmdan ko'rsatdi, o'zini shaxsiy samolyoti ham bor даже. Logistlar, boshlang'ich logistlar $1000 topish uchun nima qilish kerak? Ishonmaganman bu narsaga, realni ishonmaganman, lekin menga yuklarni tashib bergan. Va bitta narsa aytgan o'sha paytda dispetcherga bir haftaga $11000 berganman degan. Grossini nerealni zo'r qilgani uchun $11000 karta tashib berganman deb Driverlar o'ligan toshiydi deyishadi. o'sha paytda bo'lgan. Hozir aytgan karantin paytingizda o'li ham tashgan payti bo'lgan. Bugun 5 yillik tajribaga ega, 19 yoshda o'zining shaxsiy mashinasini olgan va 10 ta xodimga ega logistika kompaniyasi bor. Ben nickname'li logist, ya'ni Begzod aka oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimisiz, charchamayapsizmi? So'rashdan bo'lganmiz allaqachon. Birinchi savolim hozir men mashinaga ketdi. Nimaga Kia va nimaga nomer bunaqa 077 e'tibor berib qoldim. Ismingiz Begzod bo'lganga, o'sha bek qilgansiz. Da, o'zi plan bo'yicha shunaqa bek oldim. Bunga ancha oson bo'lmadi olish, chunki o'rtacha 1 oy yugurib bo'ldi. Takmay narsalari. Undan oldin juda ko'p bilishardi. 502 haydardim. 502. U qanaqa mashina edi? Bu ham xuddi shu Kia. Da, faqat nomeri o'zgartirdi. Buni keyin olgansiz. Auksionga chiqqandan keyin bek niyati bor edi. Anchadan beri 077 shuni olindi. 077 ni ma'nosichi? O'zingizga 7 yo'q. Endi da 7 bo'lgani uchun. Zo'r. O'shancha. Juda ajoyib. Kia-chi? Kia o'zi plan bo'yicha Matiz ham olishga plan yo'q edi, to'g'risi. O'zim riski bo'lib ketib qolgan. Ya'ni как adam bilan Absalon borganimizda K5 olmoqchi bo'lganmiz, lekin birinchi mashin kuchliroq, unchalik bo'lmaydi, kichkina mashindan boshla, keyin yaxshisini olamiz deganlarda, yangi chiqdi o'sha payt, почти 1,5 yil 2 yil bo'lib qoldi. Shu bilan zo'r san'atga bosib yuborilgan. Gap yo'q aka. Hozir 22 yoshmisiz? 21. 20, даже 20. Wow. O'zi endi 2 yil bo'lib qoldi, 19 yoshimda. Zo'r, malades. Bo'lmasa nima planlar bugun nima qilamiz aka? Farqi yo'q, xohlasangiz restoranga o'tirib gaplashamiz yoki tog'ga. Endi restoran desak hozir o'zi va mayli tog'ga bilan atmosferaga ochiqroq joyga borib gaplashamiz. Zo'r joylar bilaman tog'da. Atmosferada bitta video ko'ramiz. Mayli. Qiziqami, qancha oylik topadi o'zi logistika ishlaydi yo'lda? Hop, minimum, maksimum o'zim tajribamdan aytaman. Masalan, ownerlar bor, realni o'zining kompaniyasi bor. 100 ta, 200 ta, 300 ta trak ownerlar bor va yaqinda o'zim ham gaplashdim. Ya'ni Amerikada 5 ta traki bor kompaniyaning menejeri, amerikansk kompaniya menejeri oyiga o'rtacha 80-100 ming ko'taradi menejeri bo'lib va o'zini eslatib o'tdi, rasmdan ko'rsatdi, o'zini shaxsiy samolyoti ham bor даже. Keyin yana boshqa ownerlar bor, kellik haydab 2 oy oldin bitta owner kelganda O'zbekistonga 60 traki bor kompaniya, gelik bilan kutib olib 60 ta. Da, 60 ta. Bunaqa ownerlarni to'g'risini aytsam, O'zbekistonda ko'rmaymiz, chunki yurmaydi O'zbekistonda. Endi kelsa ham o'zini kompaniyasi O'zbekistonda bo'lgani uchun, O'zbekistonga kelib, birovga kontrol qilib, qarab, bu yoq ketishi mumkin. Lekin asosan sayohat yurib kontrol qilishadi. Qo'yil. Ular menimcha yashashi shu aeroport, uy, ofis, uy, aeroport bo'lsa kerak. Shunaqa, endi shunaqa darajaga chiqishgan. Lekin o'shalar ham boshida o'rganib, logistika nimaligini, traklar olib, surishtirib, update o'shalarni o'rganib shu darajaga kelishgan. Va hozir bemalol onlayn turib ham kontrol qilib, bolalar bilan, chunki menejerlar qo'yib qo'yishgan, o'zlari kontrol qilishadi. Endi boshlashda-chi, misol uchun? Boshlashda o'zim tajribamni aytaman, 2 oy tekinga o'rganganman. Eng plyus bo'lgan narsam bu ingliz tilini o'rganganim. Ingliz tilini bilganim uchun bu sohaga kirganman. 2 oy tekinga o'rganib, keyin birinchi oydan shu $300 dan boshlab 400, 500, 600 ko'tarilib ketgan. Qo'yil. Shu yerda ingliz tili kursini reklamasi ham bo'lishi mumkin edi mayli keyingi videolarimizda. Aynan O'zbekistondagi o'sha dispetcherlarga bog'lanib, через o'shuncha masofada gaplashish kerak. O'zlarida qilsa bo'lmaydimi shu Amerikada misol uchun? O'zbekistonda to'g'risini aytadigan bo'lsam, top 3 ta turadi. Birinchisi Amerikani o'zi, ikkinchisi Kanada turadi, uchinchisi o'zbekistonliklar turadi. O'zbekistonda dispetcherlar juda kuchli. Lekin ular ommaga chiqmaydi. Yo'qki, bitta, ikkita, 3 ta pochkalar ishlatishadi, lekin ommaga chiqishmaydi. Lekin men o'zimni tanishlarim, ishoning, 2-3 pochka oyga topib qo'yadi. Lekin ular Instagram chiqib olib yoki nimadir ko'rsatishga harakat qilishmaydi.
gap ko'payadi. Jimgina tixonga yurgan yaxshi. Ularni ham endi по-любому bor, mashinasi bor, uyi bor. Даже bitta ikkita bolalar bor, villa ham olganda masalan. Ular texa yurishadi. Men ham shuni tarafdoriman. Ya'ni jim yurib, soqqam bosib, o'zing kariyasini zo'r qilishlar. Yaxshi. Nimaga aynan O'zbekistondan qilishadi? Ya'ni bitta savolingizga aytaman, javob aytaman. O'zbekistonda bizada ishchi kuchi kamroq bo'lgani uchun, ya'ni Amerikada hozirgi bozorda 3% dan 4% gacha beradi. O'zbekistonda qanaqa kompaniyalar bor, 1% dan 2% gacha beradi. Ya'ni 2-3 barobar kamroq bergani uchun ham kompaniya ko'proq profit qoladi. Shu uchun ham O'zbekistonda как ownerlar yaxshi ko'radi, как O'zbekistonni ochib va kuchli dispetcherlarni qo'yib, ularga 2% bersa ham chunki servis ko'rsatishadi. Tushunarli. Endi tushunib oldim nimaligini. Sizga aytgan lokatsiyam shu edi. O'z to'g'risini aytsam, почти 1 yil bo'ldi o'sha lokatsiyaga kelmaganimga. Men Bu yerda qo'ylar. Krasnogorskni kelmaganman, lekin yoqdi. Zo'r. Menda hozir yana savol kelyapti. Sizga birinchi beradigan savolim o'sha yerda endi bemalol gaplashsak bo'ladimi hamchalik? Da, bemalol. Xo'p, nimaga Kia Gentra emas? Siz yoshingizdagi bolalar, misol uchun, asosiy faqat Gentra oladi. O'zi plan bo'yicha adam bilan avtosalon borganmiz va K5 olish maqsadida. Lekin adam aytdilar, как boshida kattalik qiladi. Kia Sonet yangi chiqdi, mana shu variant bosib yuborib. Keyinchalik xudo olasa vaziyat bo'ladi. K5 olamiz, undan ham zo'r mashina olamiz deganlarida, bittada endi salondan chiqib ketmasdan, o'sha Sonet yangi chiqqanda, o'zi почти birinchilardan o'zim olganman. Sonet olingan. Gentra'ni qop-qora tonirovka, unda ham xudo olasa plan bor. Yaxshi. Demak, yana savol, mana misol uchun o'sha paytlardan yaxshi pul topishda boshlagansiz, shu sabab mashina oldingiz va boshlang'ich logistlar boshlanganda $1000 topish uchun nima qilish kerak? $1000 hozirgi kunda, hozirgi zamonda hamma yo'nalish topsa bo'ladi. Bu bitta logistika emas yoki boshqa SMM, targetologmi, hammasida $1000 yuqori topsa bo'ladi, lekin 3 ta skill kerak bo'ladi. Kim $1000 ko'p topmoqchi bo'lsa, birinchisi shu suri bo'lishi kerak. Masalan, o'zim shogirdlarimga aytaman, IELTS 5 bo'lib turib, hozir 2-3 ming topayotgan shogirdim bor, IELTS 5. Lekin 7,5-8 IELTS bo'lib turib o'rgatgan shogirdlarim logistikadan chiqib ketib, menga maskanda boshqa yo'nalishda hozir $300 ishlayapti. Endi bu yo'nalish kerak, shu suri bo'lib qiziqqon bo'lish kerak. Ikkinchisi bu til. Til bilgan odam hech qachon hech qayerda yo'qotmaydi. Bu logistika bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, tilni по-любому bilish kerak. Men ham shu tilni bilganim uchun ham xudoga shu logistikaga kirib, hozirda ishlab kelyapman. Uchinchisi bu chalg'ib ketmaslik. Ya'ni ba'zilar bo'ladi, pul topib qiziga rasxod qiladi, qizi bilan yuradi yokida pul topib yana boshqa biznes qilmoqchi bo'ladi. Lekin hech narsa chalg'imasdan bitta yo'nalish ushaldimi, shu yo'nalishni mutaxassis bo'laman, professional bo'laman deguncha harakatni bosish kerak va maqsadiga erishish kerak deb o'ylayman. Shu narsa 3 ta narsani qiladigan bo'lsam, по-любому xudo xohlasa 100% natija chiqadi. Zo'r. Qizlar temasi rostdan ko'pchilik ozgina pul topsa, qiziga rasxod, o'yinchoq, telefon, iPhone. O'rtoqlarim sotib ketgan shu qizda. Juda ko'p o'rtoqlarim ko'rsatishlarni ko'rishish, kechqurun kofe ichardik. Kunduzi boshqa ma'lumotga chiqib bo'lmay, shanba yakshanba polni cho'lkalar bilan yuradi. Andan endi bu qiz bolaga berilgan boshqa bu hamcha emas, yana bittalar turlari bo'ladi-ku, qizdan ruxsat so'radi nimadir. Endi buni bilmadik, hali uylanmaganmiz. Endi balki uylangandan keyin bu narsalar bo'lar-ku. Uylansa bu norma yaxshi, uylansa bo'laveradi. Yana savol kelib qoldi. Siz o'zingiz atnashingiz bo'lganmi shu logistika sohasiga kirganingizdan keyin? Atnashini temada hech kimga maslahat bermayman. Sizlarga hozir maslahat beraman o'zim tajribamdan kelib. Men logistikaga kirishim bilan juda ko'p narsadan voz kechganman. Bu birinchisi shu atnashini. Hech kim bilan gaplashmasdan fokusim faqat logistikaga berganman. Ikkinchisi bu o'rtoq, tanish bilan jigarlar. Vaqt почти ishonasizmi, bir oyda bir marta ko'rsam kerak, qolgan payt faqat fokus logistikada bo'lgan. Uchinchisi bu uydagilar vaqt ajratish, shanba yakshanba bilsangiz, o'zingiz ham qilsangiz kerak. Oilaviy kun bo'ladi, aylanlash, yo'q bu narsa bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan ishxonada o'tirib 12 soatdan ko'proq ishlab logistikaga fokus berganman va 16, 17, 18, 19 shu atrofda bo'ladigan bo'lsa, atnashini absolutni to'xtatib, fokusni aynan bir yaxshiroq kasbga berish. Bu logistika demayman, yo'nalishi juda ko'p, $1000 ko'p topadigan. Xohlagan bitta o'zi qiziqishga bog'liq, qaysi yo'nalishga kirib, zo'r o'rganib, yaxshi mutaxassisga chiqqandan keyingina to'y qila oladigan, o'zini eplay oladigan bo'ladigan bo'lsa, bemalol atnashini qilsa bo'ladi, lekin o'shangacha hech kim maslahat bermayman, o'zim ham qilmaganman.
To'g'ri. Men demak tushunishim bo'yicha aytmoqchi bo'lganingiz, intizom kerak birinchi o'rinda va fokus kerak. O'sha tanlagan sohasiga. Absolutно shunaqada. Shu ikkalasi bo'lsa va shu narsalar bo'lsa, istalgan sohasida ham natijaga chiqa oladi va moliyaviy erkinlikka chiqqandan keyin siz aytganingizdek, Keyingina uydagi bilan xohlagancha- maslahatlashib, sekin to'yi boshlab, shunaqa keyingi tema. voy hozirgi yoshlarni og'rig'i. Instagram hozir videolar olyapmiz mana. Umuman o'zi Instagram, Telegramlar yurgizasiz. Nima kerak sizga bosh og'rig'i emasmi ortiqcha? Logistikada o'zi kechasi bilan ishlasangiz. Juda ko'plar to'g'risini aytsam bu narsaga e'tibor qaratmaydi. Ya'ni marketing qilish, lishni yurgizish. Lekin men taraflama ancha plyusi bo'lgan, chunki o'zimni lishni boshlaganimda birinchilarda o'zim bo'ldim. U payt boshqalar yo'q edi. Qanaqa plyus olib keldi deganingizga, yaxshi kompaniya topishim. Undan oldin 6 ta kompaniya ishlagan bo'lsa, 3 ta kompaniya o'sha Instagramdan chiqishgan ownerlar o'zi va yaxshi offer qilishgan. Shu bilan o'sha kompaniya katta kompaniya ishlab, yaxshi tajriba oldim va xudoga shu hozir alohida chiqdim. Va undan tashqari ikkinchisi bu shogirdlar. Ya'ni Instagramda e'lon berdim, o'zim shogirdlarimni tayyorladim va hozirda yonimda почти 3 ta 4 ta shogirdim o'zim qo'limda ishlab, birga jamoa bo'lib ishlab kelyapmiz. Va uchinchisi bu display service ochishimga juda katta yordam berdi. Ya'ni hozirda 25 ta 30 ta trak qaraydigan bo'lsak, ownerlar bizga menga aloqaga chiqishi, driverlar menga bo'ladigan hurmati va kompaniyani o'sishiga ancha plyus qilgan. Va hozirda ham juda ko'p Instagram, Telegramda bor, lishni yurgizayotgan va o'zini Instagram sahifasini kuchaytirib ketganlar juda ko'p. Lekin birinchilardan bo'lib, xudoga shukr shu natijalar sekin erishib kelman. Zo'r gap yo'q. Demak, Instagram har tomonlama sizga yordam bergan. Instagram, Telegram albatta. Driverlar topishimizga, ownerlar topishimizga va kompaniyalarni olishimizga. Va biza qilayotgan servisimizni boshqalar ham ko'rib, bizning kompaniyaga kelishiga ancha turtki qiladi. To'g'ri, media va ijtimoiy tarmoq, marketing hamma sohaga kerak menimcha. Siz aytganingizdek. Shunaqada. Kam uyquli logistiklar bilaman, kech payt uxlamaydi, kech payt ishlaydi. Kam uyqu va o'rinda uxlanmagan holatda odam tez asabiylashib ketadi. Shu asab qanday bo'lsa sizlar? Menga qiziq shu asabiy odamlar. Asab har kuni bo'ladi. Ba'zi traktor tog'alar bor, o'zbek akalar juda injiq bo'ladi. Bundan tashqari amerikanslar bor, yuklan qilmayman deydi. Injiq bo'ladi. U payt albatta hamma logistiklar asab bo'ladi. Ular o'rnida o'zim ham. U payt dispetcherlar, xodimlar nima qiladi? Muammolarni hal qilib, bitta tashqariga chiqib, bitta achchiq kofe ichib keladi. Yokida magazinga borib, energetika olib, ozgina miyani dam olib, keyin kelib ishini davom ettiradi. Lekin juda ko'p logistiklar bor. O'zim ham shunaqa edim oldin. Bitta o'tirganda 15 soatlab, 16 soatlab payti bo'lgan, 20 soatlab turmasdan ishlagan paytlarim bo'lgan. Lekin bu narsa menga ancha minusga olib kelgan. To'g'ri. Lekin o'rtoqlarim ozgina bo'lsa ham ovqatlanib, kofe ichib kelgani ancha plyus. Shaharda ham qisman shunaqa shahar ichida shunaqa dam olasiz va bekorga ham bet tanlamaganingizni tushunyapmiz va tinch, keng, ochiq joy. Shunaqada asab tinchlantiradigan juda zo'r joy. O'shaning uchun sizga bitta lokatsiya bordim. Shu joyga keldik. Zo'r. Qo'ylar ketib qolibdi orqadan. Qo'ylar qochib ketdi biz syomka o'tganimizda. Yaxshi, qanaqa misol uchun shunaqa ochiq joylarga qanchada chiqib turish kerak? Nima deb o'ylaysiz logistiklar? Bir oyda bir marta maslahat beraman lekin. Shunaqa dam olib turish kerak. Bir oyda bir marta oilaviy yoki o'zi mashinasi bo'ladigan mashinani olib, ozgina o'sha tog'larga chiqib, tinch xotirjam bir o'zi chiqqani zo'r. Chet elgacha. Misol uchun chet elga o'sha ownerlar chiqadi dedingiz boya. Pastdagilarchi misol uchun ular ownerdan darajasi pastroqlar. Ular qanchalik chiqadimi o'zi ular yo faqat ofisda o'tirib ishlaydimi ular? Endi bu kompaniyaga bog'liq. Kompaniya ruxsat beradigan bo'lsa, lekin har bitta kompaniya, katta kompaniyalarda har 6 oyda yoki 1 yilda vacation beradi. Ya'ni 1 hafta, 2 hafta dam olib kelish. Katta kompaniya bo'ladi, kompaniya o'zidan dam olish beradi. Ya'ni Dubai chiqib kelish, boshqa davlatga chiqish, ya'ni har xil turlar beradi. Lekin kichik kompaniyalarda o'rtacha 1 hafta beradigan bo'lsa, logistiklar ko'p holatda chetga chiqadi. Dubayga boradi. Puli ko'p, endi logistiklar o'rtacha ancha ko'p pul topgani uchun borib Dubayda u yoq bu yoq mashinalar rentga olib bosishadi. Yaqinda bitta akamiz borib keldilar, o'rtacha $2000 shtraf to'lab keldilar. U radari o'ziga, mashina alohida tema. Radari o'ziga $2000 to'lab keldilar. Kelganlardan keyin ahvollarni ko'rdinglar. Yaxshi. O'yizchi, oxirgi chiqqan davlat qayerda? Xo'p, 6 oy bo'ldi. Kompaniyaga ketganimdan keyin primoy Turkiya uchdim. U yerdan bitta owner chaqiruvdi, kompaniya egasi, kelib ozgina ish ko'ramiz, o'rgatasan va ishlaymiz deganiga 3 hafta borib keldim Turkiyaga. Manzarasi juda chiroyli, hamma narsasi, atmosferalari, sayohatlari va 3 hafta yurib, o'rtacha $1,5 ming ishlatdim va
3200 ga yaqin pul ishlab keldim. Ya'ni Qo'y. o'zi chaqirganicha ham ishlab ham sayohat qildim. Qo'yil, qo'yil. Keyin kelganimdan keyin bildim, juda foydali ekan sayohat qilish. Ani trend bor-ku, pulni to'yga emas, sayohatga qilish kerak. Karantinda driverlar 100 ming, 200 minglab topdi degan gap eshitganman. Shu gap qanaqa qaraysiz? To'g'rimi shu gap? Da, to'g'ri. Karantinda bozor o'ta yongan, pikka chiqqan desa ham bo'ladi. Men o'sha paytda bo'lmaganman, lekin driverim bor. Juda ko'p gaplardan jigarda bo'lib ketganmiz. O'sha aytib beruvdi, даже yuklarni ham tashlab beruvdi menga ko'rsatuvdi. O'sha paytda bir haftaga 65 ming dollardan 70 ming dollargacha qilardi. Trak o'ziniki edi, owner edi. U yoq bu yoq hisob qiladigan bo'lsa, bir oyda 250 ming, 300 ming dollar topdi deylik. Undan 12% rasxodlar ketadigan bo'lsa, qolgani o'zining foydasi o'rtacha 180 ming, 200 ming dollarlar atrofida aylanadi. Endi bu narsani endi boshqalar qanaqa tushunadi bilmadim-ku. O'zim ham ishonmaganman bu narsaga, realni ishonmaganman, lekin menga yuklarni tashlab bergan. Va veterinar aytgan o'sha paytda dispetcherga bir haftaga 11 ming dollar berganman degan. Grossini nerealni zo'r qilgani uchun dispetcherga bir haftaga shundoq 11 ming dollar karta tashlab berganman deb, даже skrinshotlargacha ko'rsatib beruvdi. Keyin men o'ylaganman u paytda nimaga men kech kirdim logistikada. Endi yosh bo'yicha ham kichkina bo'lganman, lekin o'sha paytda dispetcherlar shoning shunaqa insoq qilib bosishgan. Bitta dispetcher emas, driverlar ham bosib olib, ba'zi Samarqand akalar bor, uchastka yoq bu yoq qo'yil. tashlashgan. Yana bitta narsa eshitganman. Men driverlar o'lik ham tashiydi deyishyapti. O'sha paytda bo'lgan. Hozir aytgan karantin paytingizda o'lik ham tashgan payti bo'lgan. O'sha driverni aynan o'sha driverim o'zi aytgan, o'zim bilmagan holatda o'lik tashaganman Bekzod degan. Qanaqa aka qiziq so'raganman, qanaqa bo'lgan deb so'raganimda, dispetcherim yuk olgan, lekin menga aytmagan yukka nimaligini. Keyin yo'lda ketayotgan paytim har xil ovozlar kelgan. Realni qo'rqqanman, to'xtaganman. Keyin dispetcherimni so'rab, "Yo'q, bu yoq dispetcherim yukni tugatgunimcha aytmagan" degan. Keyin reservga borgandan, o'sha yuk tugatish joyiga borganimdan keyin bilganman, o'sha yuk olib borayotgan joy qanaqa joyligini keyin bilib qolgan, lekin o'sha payt yuklar narxi tashagan narxi juda o'ta baland bo'lgan. Qo'y. Bekorga o'sha aytganingiz stress, asabga chidamlilik kerak deganingiz to'g'ri ekan, chunki shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin, asabiylashib, unaqa momentda men bo'lsam, nima desam so'kaman, qanaqa gap bilan bo'lsa ham. Shunaqa, endi bu to'g'rimi yoki yomon, o'zlari bitta kommentariy yozib yuborishadi, o'lik tash Nima deb qanchalik. o'ylaysizlar? To'g'rimi shu ish yozib qoldiringlar? Karantinda 100 ming, 200 minglab topgan deyapsiz. Hozir qanaqa bozor? O'sha payt yaxshiroqmidi yoki hozir? Nima deb o'ylaysiz? Bu bozorga 2022-yil boshida kiruvdim, bozor zo'r edi. 19 dan boshlangan bo'lsa logistika, 19, 20, 21 karantin bo'lgan hisobiga bozor pikka chiqqan. Solishtiradigan bo'lsak, hozirgi bozor ancha tushgan. Foizi ham, yuklar ham, chunki karantin tugagandan keyin kompaniya ko'payib ketdi. Undan tashqari driverlar ko'payib ketdi. Shu sababli ham bozor ancha tushgan. Va o'rtacha hozir driverlar solo bitta driver bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 10 ming dollar atrofida topdi deylik. O'ziga qoladigani 5 ming, 6 ming. Oyiga. Yo'q, haftasiga. Oyiga 15 ming dollar atrofida, 15 ming, 20 ming oyiga topadi. Trak o'ziniki bo'lsa. U solishtiradigan bo'lsa 2021, 2022, 20-yillarda yo'qda, boy aytganimdek, realni 10 barobar, 15 barobar yuqori topishgan. 150 mingdan 200 minggacha. Sababi shu bozor zo'r bo'lgani. Boy aytgan akam ham Amazonda ishlaganlar, Amazondan skrinshotlar ko'rsatganlar. 200-300 maylga ham dispetcher yuk olib bergan, 5 ming, 5,5 ming yukka, 6 soatlik yuk tugatadigan yukka. Qo'yil. Mana shu aytganingizdek, o'zini traki bo'lsa deysiz, u boshqani trakini ham haydasa bo'ladi. Da, owner bor, ya'ni trak o'ziniki va company driverlar bor. Company driverlar bu kompaniyaga ishlaydi, foizga ishlaydi. Masalan, aytaylik, 30% bo'lishi mumkin. 30% ga ishlaydi deylik, masalan 10 ming dollar kuniga haftasiga qiladigan bo'lsa, 3 ming driverga qoladi, qolgani kompaniyaga qoladi. Xo'p, quyosh ham tushdi, kun ham isib ketdi. Qolganini endi boya aytganimdek ofisda ko'ramiz. O'zimni kompyuterimni ko'rsataman, setaplarni. Bo'ldi. Ketdik bo'lmasa ofisga. Ofisni ko'rsataman sizga. Bugun yakshanba bo'lganiga endi ko'plar ishlamayapti. Ham ofda olgan bitta ikkitalar. Qisqacha formatda ko'rsataman. Ofis shu yoqda. Avvaldami? Bozorga tushamiz. Endi bu yoq boshqa logistika. Bizaniki endi pastda joylashgan. Bo'ldi. Birinchi rahmat. Hop, endi ofisimiz juda katta bo'lmasa ham, Zo'r. Shu yerda 25 ta 30 ta yaqin trak qaraymiz. Gap yo'q. Hop, bu yerda dispatch, bu yerda dispatch manager, akam o'zlari kontrol qiladilar, bo'lmagan paytimiz. Va ikkita burchakda updaterlar. Tower soat ikkita.
Bu mani joyimda. Joy kattaligidan bilib turibdi. Ko'p bo'lmadi, 4 ta ekran qo'ydim. Ha. Bu yoq siz savol bo'lishi mumkin, как nimaga 4 ta ekran? Qancha ekran ko'p bo'lsa, shuncha osonroq bo'ladi ishimiz. O'zi nima ish qilinadi bu yerda? Xo'p, bizada endi MC'lar bo'lgani uchun 3-4 ta MC'lar bor, ya'ni kompaniyalar bor. O'shalarga ochib olaman ekranlardan. Shunga qarab yuk qaralar, masalan, Telegram, MC chiqaman. Bu yerda asosan bordlar qo'yiladi va DT, как yuk olaman. Manimchalik dam olish payti unga CSGO'lab, bunga YouTube qo'yib, bunda bilan serial Ish kam bo'lgan paytda mana shu special mana shu ekranim tepaga shu CSGO uchun. Chunki CSGO o'ylab turamiz. Ish kam bo'lgan payti polni cover qilib, kontrol cho'chka olgandan stress keyin chiqarish kerak baribir. bolalar bilan ozgina tirs o'ynab turamiz. Yaxshi, yaxshi. Desachi oramizda bo'ladigan bo'lsa, CSGOchilar yozaverasizlar, chatamiz. Shu endi ichkarida ham qolamiz bor. Ichkarida endi bu yerda dispatch, bu yerda recruiter va recruiter o'tiradi. Zo'r. Bu yerda ham kichkina jamoa. Endi niyat bor, xudo xohlasa bu yerda kattaroq jamoa qilish recruiterdan. Bu yerda ham dispatch. Endi shu katta bo'lmasa ham o'rtacha 1 millionga yaqin оборот qilyapmiz. Xudoga shukr. O'zi nima ish qilasiz? Hammasini manimcha ishchilaringiz qilsa kerak, shogirdlaringiz. Endi menejer qo'yganman. Men bo'lganimda asosan Fox kontroliga. Ya'ni driverlar nima qilayotgani, gross qanaqa chiqyapti, necha pul qilyapti. Agar driverlar kamroq qilayotgan bo'lsa, ko'plar qilayotgan bo'lsa, aloqaga chiqib, maksimum driverlar yaxshiroq kommunikasyon qilib, muomalasini olib, yana yo'liga chiqazib borish. Tushunarli. Keyin xudo xohlasa, ichkarida recruiter servisi bor. O'shani plan qilyapman hozir. Ikkita bolam ishlayapti. Yana ham kattalashtirish target yoqib, kattaroq tim qilib, haydovchilarni o'zimiz kompaniyaga olib kelish xudo xohlasa. Tushunarli. Bu yerda ham o'zingiz ham ish qilasiz demak. Kelaman, ko'raman, so'rayman. Ko'rsatib bering, nimalar qilasiz? Qancha ob'yom bo'ladi? Shu qiziq hozir menimcha. 4 ta ekran, qancha ko'p bo'lsa ekran, shuncha osonroq bo'ladi odamga. Asosan bu birinchisiga Ring Central bilan Telegram ochib olaman. Faqat shu turadi. Bunga MC'larimizni ochib olaman ikkitasiga. Bizda hozir MC'larimiz bor va yurityapmiz. Bir-biridan 10 ta 15 ta trakka olib chiqib harakat qilyapmiz. O'sha ikkita kompaniyani ochib olganman. Bu yerda ham boshqa MC'miz bor. Xo'p. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Soqqasi. Keyin JC yuk olish. Xo'p. Soqqasimi? Hozircha bu oydan xudo xohlasa target qo'ydik. Oyiga $1 million qilish. $1 million. Ya'ni hamma MC bilan hisoblaganda $1 million ga chiqish. Bu oldingi oy 8000 atrofida bo'ldi. Komanda bilan qildik va bu oy xudo xohlasa yangi kezgan dramalar bor. $1 million target urish. Gap yo'q. Umuman o'zi yana planlar qanaqa kelajakda? Xudo xohlasa hozircha rekruter yaxshi qilish va ko'proq driver olib kelib, servisimizni yaxshiroq qilish. Bizda hozircha o'zbek driverlarimiz bor, amerikanlar bor. Maksimum grosslarni yaxshi qilib, ular orqasidan yana ko'proq driver olib kelib, komandani kattaroq qilish. 1 million deyapsiz. Bu so'mdami, dollardami? Yo'q, bizda endi Amerika logistika bo'lganda faqat dollar bo'ladi. Ya'ni $1 million ga chiqdik. Bu degani umumiy kompaniyamizda bir oy mobaynida olinadigan yuklarimiz. Bu ob'yom, oylik ob'yomda. Oylik ob'yom. Qanchasi sizlarga tegadi ishchiligi? Endi bizada dispatch servis bo'lgani uchun MC ga qarab olamiz. Bu bo'lishma 2% dan to 3% gacha bor. Orasida 3.5% ham bor. Shunga qarab MC'lar olib, driverlarni yurgizib olamiz. Tushunarli. Ishchilaringiz orasida hozirgi kunda eng baland oladigani 3000 ga yaqin chiqdi. Bu dispatch menejerimizga, qolganlarniki 2500 atrofida. Dispatch update'larniki endi 500 atrofida. Gap yo'q. Demak, endi bu tajribasiga bog'liq. Qancha ko'p yuk olsa, qancha ko'p driver handle kontrol qila olsa, shuncha ko'p chiqadi. Siz 2022-yildan beri o'zingiz boshlaysiz. Bu joyingizni qachon ochgansiz? Bunga 6 oycha bo'ldi. 6 oy. O'tgan yil oktyabrlarda ochdik. Gap yo'q. Hozir 6 oy atrofida bo'ldi, xudoga shukr. Shu sherigilaringiz qanchadan beri ishlashyapti? Shu 6 oydan beri? Endi boshida o'zim ochganman, o'zim kontrol qilganman 2 oy mobaynida. Keyin sekin driverlar ko'paygandan keyin o'zim jamoa qildim. O'zi oldindan niyatim bor edi. Driverlar ko'paygandan keyin imzolangandan keyin sekin jamoa qildim. 4 ta dispetcherim bor, 4 ta updater bor, 4 ta dispetcher bor. Ikkita qarashadi, ikkita shiftdan. Zo'r. Keyin recruiter bor, keyin o'zim. Shu yerda ishlaymiz. Xo'p, endi o'sha boshida aytgan eng qiziq joyiga kelsak, ikkita insonni xursand qilaman degandingiz, o'shani o'zingiz to'liq shunaqa.
Bu videoni ko'rgan bo'lsanglar like bosib, kommentariyada kim eng zo'r savol bergan odamga 2 kishiga как o'tirish qilib beraman. Ужин. Ужин qilib beraman. Kelib bemalol qanaqa savollari bo'ladigan bo'lsa, gaplashib, samimiy suhbat qilamiz. Bu bundan ancha foyda bo'ladi. Albatta, jonli o'zingizlar suhbat qilasizlar. Mana shu Bekzod akamiz bilan necha yillik tajribalari bor va siz yangitdan qiziqayotgan bo'lsangiz, bemalol izohlarga shu eng zo'r kreativ gap yozinglar. Eng ko'p like yiqqan yoki bir kreativniy savolni ikkitasi tanlab olishadi. Ha, birgalikda ujin qilishinglar mumkin. Hamma savollar beraverasizlar, bemalol javob berishadi. Bo'ldi shu, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Bo'ldi, rahmat Rahmat katta. bo'ldi. Videomiz demak shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Tezda o'sha kommentariyga yozib qoldiringlar qolgan savollarni.